Samarqand shahrining Arkning plani. Ark degani bu sentr ko'rdi. Bu joyda ham o'sha vaqtda olingan suratlar. Amir Temur maqbarasi ko'rsatilgan. Bu yerda plan sxema nasyonniy punkt Samarqand. Keyin bu yerda Amir Temur maqbarasining taxminiy rekonstruksiyasi. Hozir borsangiz ko'rasiz. Faqat kirish peshtoqi bilan maqbara saqlangan. Lekin xonaqoh va madrasa hozir yo'q. Buni fundamenti qolgan. Mana bu ham xuddi shunday mana. Bu zamonaviy suratlar. Hozir ta'mirlanmasdan oldingi suratlar bu. Hozir mana shunday ahvolda, lekin avval mana shunaqa bo'lgan. Do restavratsiya. Do restavratsiya, после restavratsiya. Asosiy eksponatimiz Amir Temurning tobuti mana bu. Bu asosiy eksponatimiz shu. 1941-yilda 16-iyun kuni maqbaraning ochilishi boshlanadi. Qorniyoziy boshchiligida guruh tuzilib, bilasizki, mana bu Ashanin, Semyonov, antropolog Gerasimov. Bular maqbarani ochgan vaqtda maqbaraga ichida ikkita mayit taxta tobutga solib ko'milgan bo'ladi, archadan yasalgan. Bittasi Amir Temurning o'zi, bittasi uni nabirasi Muhammad Sulton. Qolganlar hamma sarkofagda, tosh tobut ichida. Keyin tobut ancha zarar ko'rgan. To'g'risini aytganda Muhammad Sulton va Amir Temur tobutlarining ikkalasini bitta qilib mana shu holatda bitta tobut keltirgan. Buni ustiga qoplangan taxta bor, keyin buni ustiga yopilgan kabapush bo'lagi muzeyimizda turibdi. Endi juda u suv, tuzdan zararlangan samni qo'yib yuborasiz. Tobutni o'zini Toshkentda restavratorlari restavratsiya qilgan. Keyin maqbara ochilgandan keyin suyaklar olingan, Peterburgga olib ketilganda Gerasimov uni taxminiy rekonstruksiyani yuz qiyofasini tiklash uchun va oqibatda mana Temurning mana shunaqa bo'lgan deb byustini yasagan. Bu Gerasimovning o'zining metodologiyasi bo'yicha yasalgan. Keyin shundan kelib chiqib Amir Temur, uning o'g'li Shohrux va nabirasi Mirzo Ulug'beklarning byusti ham yasaladi. Ochilganda va qabrlar qaytarib qo'yilganda akt tuzilgan. Akt shu tillarda tuzilgan. Ruskiy yozikda, angliskiy, persiyskiy, o'zbekskiy 4 ta tilda tuzilib, 4 nusxada. Bir nusxadan qabrlarni ichiga qo'yib 42-yilda ko'milgan. Ochilganda nima bor edi? Keyin qaytib qo'yilganda ularni ichiga bittadan qo'yilgan Samarqand bumaga yozilgan. U endi ochilmaydi-yu qabrlar. Qachonki bir zamonlar kelib agar sarkofag ochilsa, o'sha aktlarning nusxalari turibdi. O'sha aktlardan biz hozir ham Samarqand qog'oz tayyorlanyapti. Qabrda ochishda ishtirok qilganlar Semyonov, Oshanin, Kanonov, Gerasimov, Zaripov, Zasipkin va hokazolar mana imzolarini qo'ygan.
Kur'an-ı Kerim. Aynen bu narsani o'shadan o'qiyotgan paytda Qur'oni Karimni o'ziman kattaligini jihatdan ko'rmasangiz بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Şu Kur'an'dan olduğunu sevaptı. Allah atadan akıttığı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geçeyin ötkün Peygamberlerin kullarına ötkün azzavliyelerden, mazar maşayiklerden, şehit olanlardan, sahabelerden tabayın ulama ustazlardan oşuların katarında oşul yerde amin de bırakan cahit olanlarımızdan ötüp etken ata buğa jetip ustularının bayına oşuların katarında oşul Özbekistan'ı şu yerden ötüp etken mumun, musulman ayar erkeklerden mazar maşayik şehit olanlarına bayına yapalım. اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي والجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات رحمتك يا رب.